Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Kalallahu Teala fi kitabihil aziz. Ta'avenu alel birri ve takva. Ve la ta'avenu alel ismi vel udvan. Ayetinin manası, sizler her qandaq yaxşı işten ve takvalıkta hemkarlaşınlar. Günah işleyişten ve düşmanlı işten özlere qat'i hemkarlaşmanlar deb Allah Teala bunu buyurdu. Şuningdek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisida men a'ana ahahul muzdarra yusabbitullahu qadameyhi yevme tezulu fihil cibal. Her qanda bir insan özünün mümin, Müslüman qarindoshiga yordam bersa, Allah Taala bu kişinin qadamini haq üstü mustahkam turg'izadi. Tağlarni o'z o'rnidan zoil bo'lib ketadigan kun esa, ya'ni qiyomat kuni esa Allah Taala bu kishiga alayda yordam beradi. Deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis bunu buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki şu hadisini anlayan sahabelerinin köp kısmısı şu vakittan muhacirlerin ki fakirlerden ibaret olup bulan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah biz Müslüman kardeşimizin işte muztar halet duruvatkan bunda kardeşliğin yardım kılan kişi kıyamet günüsü en âli mertebeye eriştiğini beşaret verdi ama biz muzdarga yardım berishga qadrlanmaymiz emasmi? Deb Peygamberimizning sahabalari Peygamberimizga shu savolni qo'ygan vaqtdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarning shu savoliga javob berib, har qanday bir kishi o'zining mu'min, Müslüman qarindoshiga bir og'iz so'zi orqali yordam qilsam yoki her qanday kishi o'zining mu'min, Müslüman qarindoshining bir hizmetli qilish, onun derdiga derman bo'lish uchun bunun yolunu mansam, Allah Teala bu kişinin kıyamet günü peygamberlerini qatarida haşr qiladi. Shuningdek Allah Teala bu kişilik Allah yolunda şehit kılınıp ketken 70 şehitning ecrini verdi deb Peygamber sallallahu shunda degan. Bu hadisni İbn Asakir Abdullah ibn Ömer'den rivayet qildi. Yuqorqi oyatning va yuqorqi Peygamberimizning hadisinin mazmunini qaraganda her bir mümin Müslüman anqagan özünün mümin Müslüman qarindoshlarga bo'lib muzdar holatdagi qarindoshlarga yordamda bo'lish, uningki xushalligiga o'rtaq xursand bo'lish, uning g'am andisiga, qayg'u musibatlarga o'rtaq qayg'urish, mana bu mümin Müslümanlarningki bosh tortib bo'lmaydigan imoniy burchi. Biz hozir Kitabullah Sünnət Rasulullah'ın ro'yiga özümüzün amaliy ahvolimizni tatbiqlab ko'rdigan bo'lsak, bizga hozir yaqinda Ro'za bayrami yetib kelish oldida turibdi. Bu bayram munosabati bilan butun musulmon qarindoshlarimizni tabriklash bizning majburiyatimizning birisi. Tabriklashdan burun biz insof bilan o'ylab ko'rsak qarindoshlar 2 oylik bu vaqtning mobaynida minglab qarindoshlarimiz o'ldirildi. 10 minglarcha qarindoshlarimiz turmalarga qamalib, hech qanday bir inson ko'rmaydigan aziyatlarda yashayotdi. Mana bu yuqorqi oyatning hukmiga asosan o'zaro hamkorlashish. Mana biz boshqa qarindoshlarni shu ig'ir kunlardan dardiga darmon bo'lish, shu ig'ir musibatdan qutulishga harakat qilish, yordam berish bizning iymuniy burchimizdir. Bu imoniy burchimizni ado qilishga qodir bo'lmagan taqdirda biz ig'izimiz orqali qo'ysam, o'zimiz qarindoshlarga
bir kişilik yardımımızı taqdim qilishimiz, qarindoshlardan bilan bo'lgan bizningki haqiqiy quvvatni isbotlashimiz lozim. Endi bizning hozir qarindoshlarga mush munosabat bilan yordam qilmoqchi bo'lgan bizning qo'limizdan keladigan yordamimiz, masalan qarindoshlarning 2,5 oyning mobaynida beshiga kelgan musibat, qayg'u, hasratdan o'rtaqlashish. Bizning shu vatandagi xalqimiz qandoq matam ichida turgan bo'lsam, o'zimizni shunday matam, musibat ichida his qilish, shu qarindoshlarga davomli Alloh taolodan g'alaba, nusrat, xotirjamlik tilash, shu musibatlar bo'lgan oilalarga Alloh taolodan sabr, taqat etishni tilab duo qilish, shu dunyodan ketgan qarindoshlarga shularning gunohining mag'firat qilinishi, jannatning eng oliy martabasidan o'rin berilishini Allohdan tilash. Mana bu bizning eng oddiy majburiyatimizning qatoridan. Bizningki mush munosabat bilan butun vatanning ichi va sirtdagi qarindoshlardan bizning iltimosimiz, orzuyimiz shuki, biz shu qarindoshlarga amaliy moddiy jihatdan yordam berish az imkoniyatimiz bo'lmagan bo'lsa-mu, musibat yo'qotgan oilalarningki sabr, taqatning nisb bo'lishi, xotirjamlikning nisb bo'lishi haqida dunyodan ketgan farzandlarining o'rniga Alloh taoloning texmi yaxshi, texmi jasoratli, taqvodor farzandlarni berish haqida, ularning haqida duo qilishimiz, ularning beshidagi shu zulmning ko'tarilishi haqida Allohdan tilab, duo tilabda bo'lishimiz, agar mumkin bo'lsa, shu qarindoshlarga moddiy jihatdan yordam berish, mana bu bizningki eng oddiy majburiyatimizning qatoridan. Bo'lsa agar biz qodir bo'lasak edik, ashularni mush ig'ir ahvoldan qutqizish, mana bizning iymoniy majburiyatimizdan. Shu sabab bilan biz vatandagi mushqatdan 2,5 oylik musibat jarayonidan shahid bo'lib ketgan yo turmularga kirib ketgan qarindoshlarning ota-onalariga biz Alloh taolodan sabr tilaymiz. Shular Alloh taolo ko'p ajr ato qilsin. Turmularda qamalib yetayotgan qarindoshlarni Alloh taolo bir kun, bir soat bo'lsa-mu shu zolimning qo'lidan burun qutulib chiqishga Alloh muvaffaq qilsin. Shuningdek, shu qarindoshlarimizning shahid bo'lib ketgan farzandlarining o'rniga Alloh taolo texmi sog'lom, texmi yaxshi farzandlarni saplab bersin Alloh taolo. Biz shu munosabat bilan birga dunyoning har qaysi joydagi qarindoshlarimizdan, mayli haramda turayotgan qarindoshlar bo'lsin, o'sha Ramazon munosabati bilan ulug' kunlarda turayotgan nurg'un qarindoshlar, shu Allohning haramida turib, vatandagi shu qarindoshlarga duo qilishim, shu qarindoshlarning haqqidan zulmning ko'tarilishim, nijotlikdan eng qismida yetib kelishim, Allohning g'alaba, nusrat ato qilish haqqidan duo qilib turishini har bir mu'min musulmon qarindoshlarimizning Allohning rahmatiga loyiq, g'alaba, nusratga loyiq bo'lish uchun buningdan ilgari bizni o'tgan har qanday gunoh, ma'siyat o'z tavba istig'for qilib bersin. Allohning rahmatiga, g'alaba, nusratga loyiq bir holatga o'zimizni hozirlashga tirishchilik qilishimiz lozim qarindoshlar. Shuningdek, biz hozir bizni kutib turayotgan Ro'zayt bayramini kutib olishga to'g'ri kelyapti. Bizningki yuqorgi oyatning hukmiga asosan vatanning ishidagi o'sha musibat yo'liqqan oiladagi qarindoshlarimizning umidimiz bo'lgan musibatga sabr qilib, Alloh taolodan ajrini, hasanat talab qilib, biz buningdan keyin oldimiz yetib kelayotgan Ro'zayt bayramimizni normal holatda qarshilish bilan birga turmularda yetayotgan qarindoshlarning mumkin qadar holidan xabar olish, ularni yo'qlash mumkin bo'lsa, ularning holidan yo'qlab ziyorat qilish. Agar mumkin bo'lmagan taqdirda shu qarindoshlarga Alloh taolodan nijotlik tilab qilish, mana bu bizningki qilish tegishli muhim xizmatlarimizning biri. Shundan bilan birga butun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan mu'min musulmon qarindoshlarimizning yetib kelish oldida turgan Ro'zayt bayramini Alloh taolo xotirjam o'tkazishga muvaffaq qilsin. Qarindoshlarni Alloh taolo har turli zulm, tajovuz, g'am, andishlardan Alloh xotirjam qilib, tijoman Ro'zaytni o'tkazishga Alloh muvaffaq qilsin. Hammalarning Ro'zayt bayramiga
mübarek olsun. Allah hemimiznin meyli vatanning, işi vatanning sir yaşayotgan bütün Müslüman qarindoshlarning Kitabullah sünneti Resulullah'ın ki ruhga asasen ittifaqlashgan birlik, beraberlik astidan zulümden qutuluş üçün qo'limizdan kelishcha xizmat qilishgan hammanglarni Alloh muvaffaq qilsin. Hammanglarga ko'p rahmat. Qarindoshlarga bizning mush munosabatni yetkazmoqchi bo'lgan iltimosimiz bu qadar. Alloh hammanglarga ko'p ajr bersin.